Hammaga salom. Sizlar bilan o'sha Murat Buxarskiy, sizlar taniydigan inson. Gap cho'zmasdan gapiraman. Men 1-may kuni onam yo'qotdi. Ya'ni onam vafot etdi. Qadrli, yaxshi ko'rgan insonim hayotdan ko'z yumdi. Albatta rak bilan o'simta bor edi. Shu sababli vafot qildi. Bu videoni nima uchun qilyapman? Bu gaplarim, bu ma'lumotlarim sizlar kelajakda o'limdan saqlab qolishi mumkin. Xo'p, bu nima haqida? Albatta rak haqida. Ya'ni o'simta. Bir boshlaymiz. Rak o'zi nima? Rakni hammalaringiz bilsangiz kerak. O'simta juda og'ir kasallik. Bu